Faqt 24 dasturida agrar sektor, mo'tadil iqlim, unumdor tuproq va bog'bonlarning samarali mehnati natijasida aprel oyi o'rtasida Surxondaryoda o'rik pishib yetildi. Surxondaryoda pishib yetilgan o'riklarning hajmi salkam olma bilan barobar. Bu mana shu hududda quyosh nurini, iqlimning, tuproqning mo'jizaviy uyg'unlashuvidan dalolat beradi. Albatta endi faqatgina bu jihatlar bilan bunaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Sabr, matonat va mehnat talab etiladi. Mana shu bog'larni tashkil etgan dehqon Ikrom aka Usmonov bundan 9 yil oldin bu yerga asaka yaltiroq navli o'rik daraxtlarini ekadi, lekin ulardan yaxshi hosil olinmaydi. O'tgan yili mirishkor dehqon ularga Mikado navli o'riklarni payvand qildi va natijada o'sha qilingan payvandlarning bugun ilk nishonalarini siz bilan birga ko'ryapmiz. Mirishkor dehqon Ikrom Usmonov qariyb 10 yildan beri bog'dorchilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. 300 tup o'rik ekilgan mazkur bog'idan esa joriy yilda 1 tonnaga yaqin hosil yig'ib olishni rejalashtirgan. Keyingi yillardan 3-4 tonnaga, 5 tonnagacha ketadi. Yanagi yil bo'lsa ham, undan keyingi yillarga xudo xolasa bir tupidan mana shu ketishdi bo'lsa 40-50 kilogacha olish mumkin bo'ladi bir tupidan. Prezidentimizning mana shu farmonlari bilan subsidiyalar berilyapti, yerlar ajratilyapti. Ishlagan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Aytish kerak, Termiz tumani Surxondaryo viloyatining iqlimi issiq hududlaridan biri. Shu bois bu yerda meva-sabzavot mahsulotlari anchayin erta yetiladi. O'tgan yili tuman bog'bonlari 110 million dollarlik meva-sabzavotni 15 ga yaqin davlatlarga eksport qilgan. Bu yilda ham eksport hajmini oshirish uchun imkoniyatlar katta. O'riklarimiz bu yil mana 15-16 aprelda pishib, allaqachon bozorlarga chiqib boshladi. Men shu tumanda 20 yildan oshiq ishlayman, hali mahalliy bog'imiz bu sanada pishmagan. Tumanimizda 1000 gektar meva-sabzavot ishlatgan bog'larimiz bo'lsa, shundan 491 gektari intensiv resurs tejamkor texnologiyalar joriy etilgan. Prognoz ko'rsatkichlarimiz bu yilga 150 million dollarga ko'tarish ehtimolimiz bor. Yurtimizda tadbirkorlarning erkin va samarali ish olib borishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Harakat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, el dasturxoni to'kin, bozorlarimiz arzon bo'lishiga hissa qo'shadi.